Assalomu alaykum do'stlarim. Max Beton and korxonamizda navbatdagi maxsus temir qoliplarimiz tayyor bo'ldi. To'pli tras 780 ga 680 maxsus temir qolipimiz tayyor bo'ldi. Navoiy viloyat Qizilqum tumaniga ketadi bu. Hozir ushbu maxsus temir qolipimizni tarozida o'lchab qancha chiqishini bir tekshirib ko'ramiz. Tak, tarozini ko'ramiz. Ko'p og'ir ko'tarma bo'ldi. Yengil ko'tarsa ham bo'ldi. Tak. 826 kilo. Yo'q. Hozir to'g'rilamasin. 832 kilo chiqdi. Maxsus qolipimizda to'pli tras latoklar. To'pli tras aslida issiq quvurlarni ustini yopuvchi latoklar hisoblanadi. Har qanday beton zavodlar bularni ishlab chiqarishi mumkin. Xo'p, do'stlar, to'pli trasning latoklarimiz qayerlarda ishlatiladi? Hozirgi kunda juda ham katta qurilishlar ketyapti. Katta domlar, binolar qurilyapti. Shularga parovoy отопленияda suvlar, issiq suvlar boradi. Issiq suvlar, turbalarda ketgan issiq suvlarda to'pli trasning latokning ichida olib ketilinadi. Misol uchun, to'pli tras latokining ichida 2 qatorli, 3 qatorlik turbalar ketadi. U latok tepasi plita bilan yopiladi. Hamkorlarimizni chorlab qolamiz. Ishlab chiqarishga hozirgi kunda ommabop bo'lgan qoliplardan biri to'pli trasning latok. Hamkorlarimizni bemalol taklif qilamiz. Bizlarga buyurtma berib, shu mahsulotlarimizni olib ishlab chiqarishlarini yo'lga qo'yishni taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.